Assalomu alaykum hammaga. Bugungi JavaScript Codewars masala ishlash darsimizni 3-soni. Bugun sal boshqacharoq video qilishga qaror qildim. Video sal uzunroq bo'ladi. Sababi ko'proq masala ishlashga, ko'proq yo'nalishlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, qani unda boshladik. Xo'p. Videoni boshlab oldik. Birinchi qiladigan ishimiz biz yo'nalishimizni belgilab olish, ya'niki string typiga tegishli. Hop, mana bu yerda must completed ni tanlab olamiz va pastda rank is men 8q va stringga tegishli bo'lgan masalalarni ishlashni boshlashim kerak. Hop, birinchi qiladigan ishimiz bu reversed string. Ya'ni sizga bitta string qiymat beriladi. Ozgina yaqinlashtirib olamiz. Sizga string qiymat beriladi va u string qiymatni siz teskarisiga qaytarishingiz kerak ekan. Hop, bizda har bir harfni yoki butun boshli stringni bizda birinchi oson usuli, juda ham sodda va tezroq ishlab bo'ladigan usulimiz, bizni stringni avval array ga o'tkazib, keyin array ni reverse, ya'niki orqaga takrorlantirib va uni join qilib qaytadan stringga qo'shib qo'yish. Biz kodimizni avval uzunroq, keyin qisqaroq yozib ko'ramiz. Hop, birinchi qiladigan ishimiz let string teng str ni splitlaymiz va let reverse teng string hozir bizda array ga teng. Mana bu yerda ikkita nuqta bo'lib ketibdi. String bizda array ga teng va array da reverse degan metodi bor. Va endi let join teng reverse ni nuqta join qilamiz. Join. Bizda butun boshli stringni reverse qilib oldik. Butun boshli qiymatni avval array ga o'tkazib oldik, keyin uni reverse qilib, keyin uni join qildik va join qiymatni return qilib qaytarib qo'yishimiz kerak. Xo'p, bu bizi oson usulimiz, lekin ko'rayotgan bo'lsanglar bu xotiraga ta'sir qiladi. Ya'ni bizda memory management, ya'ni JavaScriptda asosiy e'tibor berishimiz kerak bo'lgan joy optimizatsiya va memory management, ya'ni bizni kodlarimiz xotiradan kamroq joy olib, tezroq ishga tushishi kerak. Hop, uning uchun biz shunchaki return str ni avval splitlaymiz va uni reverse qilamiz va join qilib qo'shib qo'yamiz. Masalani tekshiramiz. Masalamiz ishladi. Kelinglar endi bu yana ham kodimizni kichraytirib tashlaymiz. Kodimizni bir qatorga aylantirib qo'ydik. Mana bu yerda return shart emas, chunki men mana bu jingalak qavsni, ya'niki block scope ni yozmadim. Mana kodimiz ishladi va submit qilamiz. Hop, kim qanaqa usuldan foydalangan? Bularni hozir ko'rib chiqamiz. Boya men ko'rsatgan usuldan foydalangan va kimdir menga o'xshab bir qatorga aylantirgan, kimdir yana menga sal bu boshqacharoq usuldan foydalanibdi. To'g'ridan-to'g'ri u mana bunaqa ya'ni kelgan stringni yoyib olgan va reverse orqali arrayni aylantirib, join qilib qo'shib qo'ygan. Kimdir mana bu yerda sal boshqacharoq usuldan foydalanibdi. Avval stringni yoyib olgan array ichiga va arrayni reverse qilib join qilgan. Bu ham zo'r usul va somewhat. Keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Keyingi masalamiz string repeat, takrorlantirish, ya'ni string qiymatimizni
takrorlantirish. Bizga string va raqam kelar ekan. Mana bu yerdan ko'ramiz. Senga string va raqam keladi. Sen stringni necha marta takrorlantirishingni berilgan raqamchalik takrorlantirishing kerak deyapti. Biz shunchaki s ni repeat qilamiz n ga. Ya'ni stringda repeat metodi bor. Bu repeat metodi necha marta qiymat kelsa, ana shuncha marta ko'paytirib yuboradi. Va bu kodimizni ham qisqartirib qo'yamiz. Const arrow function usuliga o'tkazib qo'yamiz. Mana bu yerda bitta barobar bo'ladi. Va mana bu yerda boyagi xatolikni oldini olib yozib ketamiz. Va test qilamiz. Kodimiz ishladi. Deyarli hamma men qilgan usuldan va mana bu yerda bittasi for dan foydalanib ishlabdi. Prototiplari bilan tekshirgan va har bir shartlarini tekshirib chiqqan. Bu ham juda ham zo'r usullardan bittasi. Bu ham unchalik qiyin emas. Keyingi masalaga o'tsak bo'ladi. Hop. Birinchi va oxirgi qiymatni olib tashlab qaytar. Zo'r masala. Shunchaki juda ham oson usuli. Bizda split metodi bor. Split birinchi bizdan gacha qiymatlarni qabul qilishimiz mumkin. Xo'p, shunchaki return qilamiz. Return emas, kodimizni birato'lasi optimizatsiya qilib yozib ketamiz. Const slice 0 dan, ya'ni birinchidan minus birinchisigacha. Test qilamiz. Va javob chiqdi. Hamma men ishlagan usuldan foydalangan. Substring qilib ishlaganlar ham bor. Shift qilib, pop qilib, boshidagi va oxiridagi qiymatni olib tashlab, keyin uni mana bu yerda type conversion to'g'risi juda ham yo'limizni uzoqlashtirib tashlaydi. Ya'ni bizni bitta typeimizni ikkinchi typega o'zgartirib, keyin u typeni yana qaytarish bu ozgina noto'g'riroq. Hop. Somewhat va convert a string number stringdagi qiymatni numberda qaytarish kerak ekan. Shunchaki return str ko'paytiramiz 1 ga. Mana bu ko'paytirish amali. Agar strni strga qo'shganimizda shunchaki qiymatni o'zgartirib, ya'ni typeini o'zgartirmasdan qiymatni bir-biriga qo'shib qo'yardi. Ko'paytirganimizda esa bizni typeimizni numberga o'tkazib beradi. Va 1 ga ko'paytirganimizda hech qanday o'zgarishsiz qiymat ko'payadi. Va test qilamiz. Ishladi. Hop, bundan ham qiziq masalalarda ishlaymiz, xudo xolasa kelajakda. Hop, bundan ham qiziq masalalarda ishlashimiz uchun, bundan ham qiziq masalalarni ko'rib chiqishimiz uchun izohda fikringizni qoldiringlar. Qanaqa yo'llari bo'lsa, qanaqa yechimlarni qila olsanglar, u yechimlarni bizga ham qoldiring va bizga ham qiziq. Ko'rayotgan odamlar kommentariya bilan muloqot qilishlari uchun. Rahmat hammaga.